Assalomu alaykum hammaga. Bugun juda ham neobычный uyga kelganmiz va sizlarga uncha-muncha joyda uchratmagan uylarimizdan biriga kelganmiz. Shuning uchun biz boshqacha tarzdagi videoni olishni boshladik. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Siyalkovskiyda uyimiz joylashgan uyimiz bo'ladi. Mana buni bitta ko'ringlar. Ko'rasizmi? Bu Mirzo Ulug'bek tumani Siyalkovskiyda juda ham mansardalari va shunaqa chiroyli qilib turilganda fayzli xonadonlardan biri. Tashqi ko'rinishi hammasi toza travertindan ishlatib ketilgan. Yashil hududlarga bir e'tibor beringlar. İchishga, yeyishga nimadirlar olsanglar, bu videoni o'shani ko'rib, maza qilib, hordiq chiqarsanglar bo'ladigan videomiz bo'ladi. Uyimiz 3 qavatlamay iborat bo'ladi. Mana bu qarasanglar, mana bular toza granitlar qilib ketilgan. Granitlariga ham va travertin toza toshlariga ham juda ham katta e'tibor berishgan. Uy ichi alohida tema deydi-yu, alohida tema. Nimaga? Chunki mana bunga bir e'tibor bersangizchi, ko'rasizmi, hollari bu yerda alohida bizada bo'shdan bizada konseynerlar qo'yib ketilgan. Bu yerda ko'rsanglar granit toshlar, bu yerda kafellar hammasi juda ham chiroyli qilib ketishgan. Mana bu eshiklarga e'tibor bersanglar, bu eshiklari hammasi bizada eksklyuzivniy shu uy uchun особенный yasatirilgan bo'ladi. Bu bizani oshxonamiz bo'ladi. Uyimiz har bitta xonasini o'zining ichida bizada bo'shdan qilamiz qo'yib ketilgan, konseynerlarimiz qo'yib ketilgan. Texnikalari hammasi bizada bo'shdan qilib ketilgan. Ko'ryapsiz, sizlarga Instagramda ham bitta videoni qo'yganman. Instagramda ham va sizlarga ham ko'rsatishga harakat qilaman. Buni bitta ko'rsatmasanglar bo'lmaydi. Mana buni ko'ryapsizmi? Mexanizmlari hammasi udobstvolar uchun shunaqa chiroyli qilib ketishgan. Bu ham bilasizlar, texnika mana bu mexanizmlari juda ham qimmat turadigan mexanizm, arzon narsa mexanizm emas. Texnikasi bu ham bo'sh qilib qo'yishgan. Yuringlar, keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bundan ham eksklyuzivniy videolarni yo'qotmaslik uchun bizga Instagramimizga obuna bo'lib qo'ying. Bizani bu yerda bizani birinchi qavatimiz uchun gastovoy sanuzulimiz bo'ladi. Mana bunga e'tibor bering. Endi siz bu birinchi qavatda ota-onalar uchun birinchi qavatda bu bizani gastovoy xonamiz bo'ladi. Bu yerda nimaga? Bemalol mehmonlarni kutib oladigan, bu yerda stol qo'yib qo'ysalar mehmonxonamiz bo'ladi, ko'ryapsiz. Birinchi qavatda bu yerda alohida klimat kontrolni qoldirib ketilgan. Gradusini shu yerdan bilsangiz bo'ladi. Uyimiz hozirda 19 gradus bo'ladi. Mana bunga e'tibor bering. Ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi va uyimizni bu yerda abmanga qilingan. Bu yerni ham hozir ko'rsatib ketamiz. Mana bular toza shpundan qilinib ketilgan. Mana tepasini ko'ringlar, toza shpun. Bu ham bilasiz, okam. Bitta o'zingiz o'ylangda, bu hozir bunaqa narxga, bunaqa uchastka deb o'ylaysizda, yana sentrdan-da zo'r dvorasida, chunki bu yerda yana bitta hozir bu planirovkasi har bitta joyi juda ham individual edi-yu, individual holatda qoldirib ketilgan. Bu yerda bizada ota-onalar uchun yotoqxonamiz, o'zini bu yerda sanuzul qismlari ham qilib ketishgan. Buni ham bitta ko'rib olsangiz bo'ladi. Sanuzul qismlari eng chiroyli va eng yoqadigan sanuzul qismlaridan iborat bo'ladi. Ko'ryapsiz? Eng yoqimli joyi qaysi desanglar, bu bizani sekin operatorimiz ehtiyotkorlik bilan chiqib olsalar, sizlarga bu tomonni ko'rsatamiz. Bu tomoni bizda podvorga qismiga tushib ketadi. Mana bu tomonni ko'ryapsiz, granit qismi bo'ladi. Bu tomoni endi sizlarga bitta ma'lumot aytib o'taman. Misol uchun uyimizga suv toshqini, xudo ko'rsatmasin, suv toshqini bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bu uyimizning podvor qismiga tushib ketmaydi suvi, bu yerda o'zida qoladi. Chunki bu shunaqa tarzda qurilgan, arxitektura tomonlama, har tomonlama o'ylangan hisoblanadi. Bu ustalarimiz shunaqa professionalligini shu yerdan bilib olsanglar bo'ladi. Bu uyimizning orqa tomoni bo'ladi. Orqa tomonini bitta o'tda bizda ko'rsanglar, mana bunaqa bizda yosh maza qilib bitta qo'yib qo'yishgan, ko'ryapsiz. Bu tomonimiz endi bizani joylarimiz bo'ladi, o'zining saunalari va bu tomoni bizada ko'ryapsiz, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Yuringlar, endi sizlarga podvol qismini ko'rsataman. Sizlarga endi podvol qismi bo'ladi. Podvol qismiga shuni tushganinglarda bizada ko'ryapsiz, juda ham katta prostranstvo qoldirib ketgan. Bu alohida bitta xona qoldirgan. Bu xona qanaqa xona desanglar, bu kinoteatrning xona qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, yokida bitta qanaqadir детский площадкаga o'zingizlar uchun ofis xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'rsanglar, juda ham kattalik qilib qo'yilgan. Mana bu ham juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Materiallari bor, juda ham sifat bo'yicha ishlatilgan. Bu yerda bizning uyimizda yuragi bo'lgan отопление tizimlari ham qildirib ketilgan. Uyimizni ko'rdinglar. Endi uyimiz narxi deyapsiz. Narxi men sizlarga ikkinchi qavatga chiqaman-da, narxini ham aytib ketaman va ikkinchi qavatni ham ko'rasizlar. Bu uyimizni ikkinchi qavat ko'tarilishi bo'ladi. Ikkinchi qavatdan bizga uchinchi qavatning mansardli zonaga o'tib ketsanglar bo'ladi. Uyimiz 4 qavatlanma iborat. Bu uyimizni ko'rsanglar, bu ota-onalar uchun yotoqxonasini o'zini bu sanuzul qismi va o'zini garderobi hozir ko'rsatamiz. Mana balkoni bo'ladi. Balkonni bitta mana eshigiga e'tibor bering. Bu eshigi juda ham eng premium kastvada ishlatib ketilgan. $1700 dan $2700 shunaqa eshiklar turadi. U katta kichkinaligiga bog'liq. Bu ham shu bilan bilsanglar bo'ladi. Eng qimmat narsada ishlatilgan. Bu yerda bizani
ko'rsanglar, sanuzul qismi bo'ladi o'zligi uchun va bu tomoni bizada garderob xonasi qoldirib ketgan. Alohida yuringlar, keyingi xonalarga o'tamiz. Bu yerda yana bitta bizada xona qoldirgan. Buni xohlasangiz zal qilib foydalansanglar bo'ladi yoki spalniya qilib foydalansanglar bo'ladi. O'zini bu yerda ham konditsionerlari qoldirib ketilgan. Balkonlari oldi hovliga qaratilgan bo'ladi. Yuringlar. Ishiklariga e'tibor bersanglar, juda ham boshqacha ishiklar qoldirilganda, mana ishiklar juda ham boshqa joyda uchratmaydigan ishiklar va aboylari, shunaqa emulsiyalari juda ham chiroyli qilib ketgan. Bu yerda yana bitta детский spalnyamiz bo'ladi. O'zini bu yerda lyustralari va bu yerda o'zini klimat kontrol. Bu yerda hozir bizda 23 gradus ko'rsatyapti. Bu endi bitta sanuzul qismi, alohida tema. Qaraysiz-chi, sanuzul qismi. Mana passivkalarni ko'ryapsizmi? Juda ham minimalizm stil. To'g'risini aytganda, ana internetda ko'rasiz, internetda ko'rganingiz ana vo sanuzul deysiz, xuddi o'shunaqa sanuzullar foydalanib ketilgan. Mana bu smestivoy, mana buni oling, keling, kamera chiqarib bitta joyini ko'rsataman. Keling, mana bu smestitelini oling. Smestitelini o'zini ko'ryapsizmi? Juda ham shu yerdan ham bilsanglar bo'ladi. Eng qimmat smestitel shu yerda ishlatib ketilgan. Bu smestitel, bu usta akalarimiz yaxshi biladi. Smestitellar shu yerdan ham bilinadi. Bundoq qarab, aslida qimmat narsa ishlatibdi bu uyga desanglar bo'ladi. Bu yerda yana bitta farzandinglar uchun yana bitta детский o'zini spalnisi bo'ladi. Aboylari qiz farzandinglarga tortadigan bo'ladi, ko'rasiz. Yuringlar, endi sizlarga 3-qavat mansardning zonasiga ko'tarilamiz. 3-chi bizning mansardning zonamiz, ko'rsanglar. Mansardning zonadan ham bitta katta umumiy foydalangan. Bu yerda ham ko'rsanglar, panoramli oynalar qoldirib ketilgan. Kichkina farzandinglar yiqilib ketmasligi uchun shuna qoldirib ketishgan. Bu yerda ko'rsanglar, kattagina mansardning zonasi, o'zini bu yerda ikkita bizda xonalar qoldirib ketilgan. Sizlar bilan bitta ko'ramiz. Sekin bu yerga kirganinglarda bizda pastga tushib o'tirmasligi uchun bu yerda o'zini sanuzul qismi bo'ladi. Va bu tomoni yana bitta xona qoldirgan. Misol uchun kattaroq kichkina farzandingiz bo'lsa, bu yerdan ham chiqarib yuborsanglar bo'ladi, ko'ryapsiz. Umumiy foydalanib ketilgan. Bu yerda ham yana bitta xuddi shunaqa xona qoldirib ketishgan. Ko'ryapsiz bo'ladi. Keling, endi sizga narxini aytib o'taman. Shuncha uyi ko'rdik. Endi Ismoil narxi hammaga narxi qiziq, to'g'ri. Bu narxi bu Mirzo Ulug'bek tumani Salkovskiyda joylashgani uchun bu 970 ming dollar deb narxlangan va hozirda bu narxlar tushgan ancha. Hozirgi narxi 970 ming, hozir oldingi narxi 1 million 70 ming dollar bo'lingan. Hozir narxi tushgan. Ya'ni bundan ham ustiga kelsanglar, akalarimiz yana ham o'tib beradigan joylari bor. Yana telefon qilsanglar, to'liq ma'lumot berishadi. Rahmat.